Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Birorta ishinglar bormi? Ozgina pul bersanglar ham ishlayveraman. Yo'q, aka, hozir ishimiz yo'q. Sizga bitta ish bor. Mana qopni ichkariga olib kirasiz, 10 ming so'm beraman, bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi aka. Olib kiring. U qopni ham o'zimiz olib kirib qo'yardik. Balki nochordir. Bilsang, boshlig'imiz ozgina ehson berib ketgan. Shu odam egasidir balki. Qadam bilasan. Yo'q, to'g'ri kelgan odamga pulni berib yuborasanmi? Balkim o'g'ridir, chisovrdir, qadam bilasan. Sinab ko'ramiz, keyin aytaman. Qanaqa sinamoqchisan? Shunga qiziqyapman. 100 ming so'm pul beraman. Bizda mayda qolmabdi deyman. O qo'shni magazindan maydalab keling deyman. 10 ming so'mni olib qolib, qolganini qaytarib keling deyman. Agarda qaytarib kelmasa, ehsonning egasi bo'lmaydi. Aka, aytgan ishlaringiz hammasini qilib qo'ydim. Sizga hozir mayda pulimiz qolmabdi deng. Shunga mana shu 100 mingni olasizda, o qo'shni magazindan maydalab kelsangiz 10 ming so'mni olib qolganini qaytarib kelib berasiz. Yarim soat o'tdi. U kelmaydi. Ketdik. Kech qolib ketamiz. Kelmaydi shekilli. Ketdik bo'lmasa. Nima kech qolib ketdingiz? Shu pulga hojatim bor edi. Ozgina nafsim bilan tortishdim. Ming bor uzr. Mana 90 ming. To'g'ri qarorga kelibsiz. Agar shu qarorga kelmaganingizda shuncha puldan qurib qolgan bo'lardingiz. Ketdik. Boshingga musibat tushsa ham halol bo'lgin deb bekorga aytmagan ekan otam. Umr oqmas bir tekisdek, kimlarnidir hasrat yengadi.